Xitoyda ishlab chiqarilgan ajoyib bo'lgan spalni garniturni sotuvga kelgan. Ko'rsalar biladi, eng zo'r menga yoqqani buni shkop bo'ldi. 6 eshikli shkopi bor. Ichlarini ochib ko'rsataman. Ichlarini bitta qarasalar bo'ladi. Ichida o'zini отдельно tortmalari mavjud. O'rta yonida ham xuddi shunaqacha. Bu yonlari esa shunaqa veshilka polkali qilib ishlab chiqarilgan. Kravatimizga e'tibor qaratamiz. Kravatimizning bosh tarafidagi mayvoda chiroyli naqshchalar, gulchalari, o'rtasidagi naqshlari, ranglari hammasi ideal holatda turibdi. Kravatimizning ikkita yoniga o'zini отдельно tortmalari ham bor. Kampligimizda ikkita tumbuchkamiz, uchtadan tortmasi mavjud va bitta mamlakatning chiroyli o'zini tabrutkasi bor. Buni balandligiga ham qarang, qanaqa neobishni ishlab chiqargan. Bu hamma Xitoy spalni garniturlardan bo'lmaydi va bitta o'zini отдельно shunaqa komodchasi, oynalari, tagida 3 ta tortmasi bor. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosamiz, narxi qiziq bo'lsa pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Ushbu raqamlarga telefon qilib narxini bilib olishingiz mumkin. Keyin har doim bunaqasi uchirilmaydi, ulgurib qoringlar. Hammaga aytgan rahmat.